Obunachilar, xudo xolasa egizchilardan so'ragan ukalarimiz uchun ikkovi ham bolalari buqa bo'lsin, tillo'z maza qilib xudo xolasa ikkovini kuzgacha boqib sotib, hojoningiz bilan hojiga boraylik degan ukalarimizga xudo xolasa. Ikkalasi ham buqa. Ikkovi ham buqa. Ikkovi ham buqa. Yem malades, ikkovi ham buqa. Janavorlar qarang aka. Boru hali ichgan sari ichkisi kelaveradi xudo xolasa. Rangda. Qarang. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa oq quloq, tumshuq oq yelindan so'raganlarga, Shvedda originalidan bo'lsin, tillo'z deganlarga xudo xolasa ikkinchi sigirimiz taqdim etib o'tamiz akalar. Turuvdi qarang janavorni. Voy. Ikkita bolasi buqa bo'lsin. Soqqaningizda maza qilsin cho'volari degan ukalarimizga va qora shahzodasidan bo'lsin degan ukalarimizga, bola avlik yo'lidan, xonajinligidan, qonida xudo xolasa 4,5 oyda to'ldirib 5-oyga o'tayotganidan, kassa bobidan so'raganlar uchun bomida zo'rini olaman degan ukalarim, musofirdagilar uchun albatta mashinamiz ikkinchi paqirlari boshlandi aziz obunachilar. Bir paqirin to'kdikda ikkinchi paqirlari boshlandi. Hurmatli obunachilar, toza Shvedidan so'raganlarga oq quloq, tumshuq oq yelindan xudo xolasa bolasi avlik yo'lidan 3 boshligidan qonida gumonbas aniq tinniq o'zilari bilan kutib olaman degandan xudo xolasa. Voy sizlarga bir sirni oshkor qiladigan bo'lsam, xudo xolasa bu tomonda ikkita bolasi buqaligidan egizchilardan so'raganlarga akalar assalomu alaykum. Hurmatli Tillo'z kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari, sigir ishqibozlari, hurmatli obunachilar, hafta kuniga yakshanba dam olish kuni 2025-yil. Bugungi sanamiz xudo xolasa nasib qilgan bo'lsa 21-dekabr Farg'ona viloyati Quva tumanidamiz akalar. Xudo xolasa Quvani xudo xolasa Qo'rg'onchasida Sirojiddin Ne'matli ukalarimiz xonadoniga tashrif buyurganmiz. 3 bosh kassabob sut yo'nalishiga, bola yo'nalishiga hammasidan bor. E'tiborlarga chiroq qilib yurgizib narx-navolar haqida videorolik tayyorlab beramiz. Gaplarimiz, so'zlarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz akalar. Videolarimiz yoqsa albatta bir donadan like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Yurmog'i, turmog'i, ichmog'i, sutlarigacha ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa bu tomonda yangi tuqqanlarimiz ham to'lib yotibdi akalar. Bemalol kelib, ko'rib, ulgurmaganlarga olaverasizlar. Assalomu alaykum. Tillo'z kelyapsizmi aka? Yaxshimi, cho'tki? Xudo xolasa aka. Xudoga shukr aka, hammasi zo'r. Bismillah deb boshladi aka. Olganga sotganga Alloh barakasini bersin. O'ylamagan joyda aka. Qarang, mollarni qarang aka. Mana urug'ni foydasi tozalik yo'q. Aka, qonnidagi ham aniq bo'g'oz. Bu safar hozir 5 oyga shu 10 kun kam aka. 5 oyga 10 kun kam. Uzi apparatda tekshirtirganimizga bir hafta bo'ldi aka. 4,5 oylik degan. Aha. Xudo xolasa aka, qarang. Avlik yo'l uruqqa qo'ygan ekan, qonnidagi sementalga qo'yilgan ekan Tillo aka. Qarang, janavorni bo'zaydi qarang. Mana kim aytdi? Mesli mol bunaqa zot bermaydi. Mana shox boqi yo'q hozir aka. Toza avlik yo'li. Hamma yo'g'i joyida. Shoxlari unaqa chiqmas ekan aka. Bunaqa korobkalarni ham ko'rsatdi orqalarini. Ne'matulloh. Korobka chiroyli bo'ladi. Hamma yo'g'i bomboq bo'ladi, tamam qo'y. Qarang, bo'zaydi qarang aka. Rangi deydimi, shoqi, kallasi hamma yo'g'ini tekshirib ko'rishib olaveradi Tillo aka. Xudo xolasa toza uruqqa qo'yilgan ekan aka. Endi qonnidagi ham urug' deb berdi. Endi xudo xolasa yoniga eson-omon tushsa, keyin naq bo'ladi aka. Lekin sementalga qo'yilgan deb berdi aka. Xudo xolasa mashina o'zi ham palon pulli. Keyin narxlarni bugun xudo xolasa yana portlatamiz aka. Vobshe arzon qilib qo'yib beraman Tillo aka. Xudo xolasa. Jup oladigan qilib qo'yib beraman Tillo aka. Xudo xolasa aka. Qonnida qo'yilgan. Qonnida qo'yilgan aniq bo'g'oz. Mana hozir videolargacha syomka qildirib qo'yganman. Egasini gapiga ishonmasdan-da, to'g'risi, hali doktorimizga, Sirojiddin aka doktor. Reklama. Xudo xolasa yaxshi mollar. Keyin ikkinchi tug'ishi aka. Tekshirtirib qo'yganman. Gap yo'q. Mana tayyor. 3 boshli. Ikkinchi tug'ishi yosh mol Tillo aka. Kassabobidan so'raganlar. Janavorni qarang Tillo aka. Orqasi mol qarang, orqasi. Aka, mo korobkalarni qarang aka. Xudo xolasa o'ta keng yapaloq mol aka. Bo'yi ham baland, 1.30 dan baland Xudo xolasa aka. Hali yeb ichishi, tani joni sog'lom ekan. Qondilarni ko'rib turibsiz-ku. Mana mol ham o'zi chehrasi aytadi, yemaydigan mollik aka. Bunaqa yeydigan mollik chaqnab turadi aka. Ko'zlari qanaqa Sirojiddin?
Suti hozir aka 10 litr beryapti. Shu 5 oylik bo'g'ozligida 10 litr. Yangi tuqqanda 17 ta 18 ta beraveradi tilla aka, xudo xolasa. Endi anoyi ham emayapti. 10 ta sog'ilib, ashinga ham berilyapti. Hali odamni qiziqtirib 15 ta 16 ta demaylik. Borini aytaveraylik. Aka, xudo xolasa yeb ichishiga qarab yana sut yog'di beraveradi. Hali 10 litrga olsin aka. Xudo xolasa baraka topsin. Mana Shvedni xudo xolasa rasali ro'zg'or bob ko'pchilikka rasa ma'qul keladigani tilla aka. Bolasi ham mana sog'lom, ichi ketdi bo'lgan-yu. Mana o'zingiz aytmoqchi aka, dumini likillatib turibdi. O'ynab turganini olish kerak bo'ladi. Bularga mana ding turibdi tilla aka. Xudo xolasa oyoq qo'li sog'lom, mana ichi ketdisi yo'q, tani joni sog'lom. Enasi mana ko'sh qaytarib turibdi aka. Mana shunaqa har tomonlama e'tibor berishsin aka. Molni ko'rib olib kelaverdim masdan aka. Har tomonlama e'tibor berishsin. Mana molni ham qarang, sifatini aka, mana kallasi deydimi, shoqi, rangi ro'yi, yelini aka, hamma yo'g'i o'ziga yarashgan chiroqli mol aka, xudo xolasa. Siroj nechta sut beradi? Bitta ro'zg'orda bemalol sut yog' bilan ta'minlaydi aka. Hozir 12 litr, 13 litr sut beryapti aka. Rosmona taqirga tushayotgan aka, yolg'on naqa kerak emas aka. Mana shu moldan mana o'zingiz ham bemalol 12 ta 13 ta soqqani ahli yetadi. Bu odamni bu yelinga hozir 18 ta deb turib qiziqtirishni kerak yo'q aka. Qiziqtirib 12 litr, 13 litrga olsin. Xudo xolasa olgan odam 15 ta sog'dim uka. Rahmat, sanni olib baraka topdim desa, xudo xolasa sizga ham, menga ham barakali bo'ladi. Olgan odamga ham aka, maza qilib, duo qilib sog'ib ichsa aka, qarang, molni ham qarang aka. Hali borini aytsangiz yoqmayapsiz aka, to'g'risida. Hali borini aytib tek qo'ying, boriga olgan odam ham mazza. U yerda o'ynashga ishonib ersiz qolganda o'sha yaxshi. Bir kunlik basda aka. Bugunni o'ylab ish qilsak to'g'ri kelmaydi aka. Xudo xolasa, mana molni ham qarang aka. Puli ham ortiqcha qimmat emas. Yo'lida qilib aytiladi, xudo xolasa. Moshni qilib beramizmi? Ha, moshni qilib beramiz aka. Padarkam endi yangi yilga bu tomonni. Xudo xolasa aka, mana yegizchilarimiz bor maytda qarang. Hasan Husan. Ikkalasi ham ikkovi ham buqa. Ha, ikkovi ham buqa. Yem malades, ikkovi ham buqa. Janavorlar qarang aka. Havaskada qarang. Maza qilib boqadigan tilla aka, joning sog' bo'lginlar qarang. Bir xil o'yin. Bir xil ikkalasi ham aka. Voy kallalar qarang bularni. Hamma yo'g'i aka, tani joni sog'lom, yemog'i ichmog'i bir hafta aka sinab ko'rishib olaveradi. O'zinglar ham dadil aka, xudo xolasa. Necha kunlik bo'ldi bular? Bular aka 3 kunlikdan bo'ldi endi. 3 kunlik. Ha, 3 kun, bugun 4-kun. Xudo xolasa 3 sutkaga to'ldi aka. Sig'mayapti mamisi. Mana uni sig'mayapti. O qarang, oqtab yuribdi. Ya mashalloh, ikkovi ham buqa akalar, ikkovi. Xudo xolasa aka. Buni bunaqada Sirojni ikkita buqa hozirdir, bir 20 kun, 1 oydir soqsa bo'lsa kerak endi. 10 ta, 8 ta. Aka hozir 8 litr sog'ilyapti, hali borini aytaveraylik aka, hali 7 litr, 8 litr sog'ib olinyapti. Ikkitasini sog'ilyapti, bittadan qo'yib berilyapti o'zlariga. Ha. Ashunda 3 litr, 3,5 litrdan 2 mahal sog'ib olib, qolganini bolasiga emizdirilyapti aka. Ikkovi ham buqalar aka mana. Ikkovi ham buqa. Xudo xolasa olib baraka topsin deb beramiz tilla aka. Tirishqari. Bo'zinglar ham aka sog'lom. Uxlab turgani yo'q. Xudo xolasa olib chiqib yetalab ko'rsatib beramiz aka. Qo'ldan kelganicha ma'lumotlarni beramiz aka. Ketdik. Obunachilar, xudo xolasa yegizchilardan so'ragan ukalarimiz uchun ikkovi ham bolalari buqa bo'lsin, tilla o'z maza qilib xudo xolasa ikkovini kuzgacha boqib sotib, hojoningiz bilan hojiga boraylik degan ukalarimizga xudo xolasa. Boshlaymiz akalar. Tilla aka o'zi ham yeriga yaqin yapalag'idan aka. Ro'zg'orbob bolalari xudo xolasa hadimi yaxshi bitta mashina olib beradigandan tilla aka. Mashinasidan. Ha, xudo xolasa ikkalasi ham buqa aka. Qarang, mana havasga xudo xolasa yedirib ichirib tanijonni sog'lom qilib boqib tursa, mashlar ham hadimi palon pulli bo'lib qoladi aka. Endi xonajim emas ikkalasi ham. Ha, ikkovi ham novoz aka. Novozcha ikkalasi ham aka. Ertaga 4-5 oy boqsa ham, ha, palon 16-15 dan bo'lyapti. Hozir 4-5 oylik buqachalar ham. Mana aka, o'zinglar ham sog'lom turibdi aka. Yana ham mana sog'lom aka. Xudo xolasa yoshlari yosh aka, tanijoni sog'lom,
o'zi ham yerga yaqin yapaloq mol aka. Yeb ichishi, tani joni, sog'lomligi 100% javob aka. E'tiboshidan bilishib olsa bo'laveradi tilla aka. Bolalardan tashqari 8 ta. Ha, 7 litr, 8 litr sut beryapti aka. Endi bu Xohlasa- akalar bunaqa narsada, bu hozir mana bu bo'zaklar misol 1 litrdan 2 litr emsa, misol uchun bir kunda ertaga bu 20 kun, 25 kun bo'lgandan keyin u 2 litrga to'ymaydi hayotda. Ha, xudo xolasa endi enasi ham hali kundan kunga sut qo'shilyapti tilla aka. Bugun o'zi hamma sigirlar kassabob ekan. Ha, pullari ham arzon keyin aka. Xudo xolasa unaqa qimmat mol yo'q. Pullari arzonidan, tanijoni sog'lomidan tilla aka. Qarang, onani uchishini va bolam deydi bu ya. Mana shu molni yo'qdi desin, xudo xolasa kelishtirib berilaveradi tilla aka. Mol O'zinglar ham bo'lsa mana ham aka, o'ynaqlab turibdi. Endi hozir issiq joydan chiqdi aka. Ayyi. Bunaqa nimasi yo'q. Hozir sovuq. Tijolatchilik joyi yo'q bo'zinglarda aka. Mana bo'zinglar ham nima o'ynaqlab qilibdi degan turibdi. ukalarimiz loy tepib qopti aka. Ha, unisi nimasi yo'q aka. O'ylanmas. Mana aka. Mana ikkovi ham uchi yuribdi aka. Ikkovi ham aka o'ynaqlab yuribdi. Unaqa muammosi bo'lsa aytamiz aka. Dikkillab yuribdi, ikkovi ham dikkillab. Ketdi hali. Mana qarang, bu onani yaxshi ko'rar ekan bu. Qani. Ana, hali egizak tug'di deb narxini ham qimmat aytamiz, xudo xolasa tilla aka. Yo'lida qilib beriladi, xudo xolasa. Qani, mollarni qarang aka. Sirojni Voy aka. mol bo'lgan bilan ba ikkita tug'sa, bitta bolani oldiga, bittasini orqaga qilsangiz o'ylanib qolar ekan. Qayerga yurishdi bilmayman, onami. Onaga ham oson emas. Onaga ham oson emas-da. Dastlabki qanaqa? Dastlabkamiz butun O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz tilla aka. Bir dona olgan odamga ham xudo xolasa aka. Bismillah deb boshlaylik mashindan, xudo xolasa egizdan Xudo xolasa ikkita aka. bolasi buqaligidan bo'lsa bir bo'lsin. Bir xalqimga bo'lsin deb Xudo bugun xolasa yakshanbada dam olish kunida hojonalarni duo qilsin deb bitta. Maza qiladi aka. Endigi so'z navbati sizga bitta ko'raylik endi. Mana Tilla qarang, aka, emishini mana qarang. emishlari biri u tomonda, boshqasi biri bu nimasi yo'q tomonda. aka. Hay joning Xudo sog' xolasa bo'lgurlar. Zo'r. Narxi nima aka? Udar qilib bering, bitta bu shunday qolsin. 42,5 million butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida mana ketdi aka. Bizdan yosh kattalargachi. 60 Yangisi yoshganlarga, bugun ha, yangisi. yangi gaplar. Kechasi bilan o'ylanib chiqdim. Nima 42 million aka. Gap yo'q. Barbar aka. 42 million O'zbekiston bo'ylab maza dastavka. qilib baraka topsin deb beramiz tilla aka. Egizchi ikkovi ham 42 millionga butun O'zbekiston bo'ylab ketdi mana tilla aka. Choparlari. Joning sog' bo'lsin. Qayerda bor egizchilari mana? Xudo xolasa aka. Arzon chipedada ham egiz tug'ibdi kecha bitta. Oshqib beraman deyapti. aka. Xudo xolasa aka. Mana qarang, uchallarini qarang. Qayt joning sog' bo'lgur. Egizchilar davrada. Xudo xolasa zo'rlari tilla aka. Mollarda nuqsoni bo'lsa bizniki tilla aka. Qarang. Bo'zaklar ham dadil aka. Mana endi o'g'andi bo'zaklarimiz ham aka. Ketdi Voy mana. joning sog' bo'lgurlar. Ketdik, davom etamiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa oq quloq, tumshu oq yelindan so'raganlarga, Shvedda originalidan bo'lsin, tilla oz deganlarga xudo xolasa ikkinchi sigirimiz taqdim etib o'tamiz akalar. Turuvdi qarang janavorni. Mashalloh deb qo'yaverasizlar. Kam 13 ta sutga hozirgi holatida. Mana qarang. Gerdayib olib turarmish degandan. Xudo xolasa mashalloh. joning sog' bo'lgur tilla aka. Shvedda zo'ridan, ro'zg'or bopidan aka. Qarang, janavorda aka. Hay joning sog' bo'lgur. Turuvdi qarang. Fonga ishlab bering degan joylariga mana sizga fon. Fon o'zi bilan. Ya mashalloh. Molni qarang, shoxlarini qarang, buni rangi o'yin, bu oq quloq, oq tumshuqligini qarang tilla aka. Joning Sudan sog' bo'lgur. qaymog'i ko'p degan Xudo ko'ramiz. xolasa aka, bu yelinni qarang endi tilla aka. Bu bokni qarang mana aka. 13 litr aka. 100 gram kam bersa meniki tilla aka. Xudo xolasa aka, qarang, bokni qarang, joning sog' bo'lgurda aka. Ena ham, bola ham sog'lomidan tilla aka. Bolani ham qarang, diriklab turibdi tilla aka. Ucharidan. Quladi qarang-ne. Quladi qarang, kikka Xudo o'xshaydi. xolasa, enasi ham, bolasi ham zo'ridan tilla aka. Har tomonlama ko'rishib olaveradi. Molda ayb nuqsoni bo'lsa bizniki tilla aka. Voh joning sog' bo'lgur. Turuvdi qarang. O'zi kallasini ko'taradi bu mollar akalar, o'zi. 13 ta sutligidan so'raganlarga, oq quloq, tumshu oq yelindan so'raganlar. Xudo xolasa tilla aka. Molni ham qarang aka. Yelinlari deydimi, rangi ro'yi, shoqi hamma yo'q o'ziga yarashgan chiroqli mol tilla aka.
Joning sog' yurdi qarang. Har tomonlama ko'rishib olaversin deyapman, Tilla aka. Voy, turuvdi qarang. Xudo xolasa aka. Qarang. O'zini o'zi reklama qiladi mol aka. Hali Instagramda chiqdi-yu, hozir bitta rekt yuribdi gap. Video olgani anaqa shart bas, g'oya shart bas. Mana o'zidir. Mana o'zi g'oya. G'oyani qarang. Shoxlar, kallalar qarang, jonivordi. Hamma yo'g'i joyida Tilla aka, bir Turu yelini ham to'rtta joyda ekan. O'ziga yarashmagan joyi yo'q aka, molni qarang. Oq yelin, tutamlari 4 joyda aka. Shoqi deydimi, rangi ro'yi. Hamma yo'q o'ziga yarashgan chiroqli mol. Xudo xolasa Tilla aka. Bola ham 3,5. Bola ham, ena ham sog'lomidan Tilla aka. Bolani ham bitta yugurtirib berdi, mana enasini tortib. Enasi ham, bolasi ham sog'lomidan olaman degan bor mana. Turishib qarang. Bu gapga kirar ekanmi bor-ku? Gap tushunar ekanmi? Mana aytayapti deydi-yu. Ha. Bitta turib bering. Vo'ng qarang. Ma. Qarang, yurishlari ham boshqacha-da, bu orqasidan Paxotkasi ham boshqacha ekan. Qarang, Tilla aka, qarang. Paxotka ham boshqacha ekan. Hamma yo'g'i zo'ridan, xudo xolasa aka. Tanijoni sog'lomidan. Enasi ham, bolasi ham havas qilib, maza qilib, sog'ib ichib Mana rahmat stoykalar aka. Qarang, molda aka. Mana aka. Molmisam mol aka. Xudo xolasa Tilla aka. Rasa fon kerak bo'lsa, shuni kesib olaverasiz mana joylarni qarang. Tayyor. Tortdi. Mana. Hop qarang. Qarang, Tilla aka, molni ko'rpislarini qarang aka. Go'zal ekanmi? Men Bir oringda o'ta tekis. teksligi ham bor. Mana shu orqa bilan bu qarang, bir xil ekanda. Hamma yo'q bilan. zo'r Tilla aka, xudo xolasa aka. Nasib qilib kim olsa ham hozir aka, xudo xolasa mol olgan odam savdo qilyapti. Avvalo nasib aka, jichcha pulidan kelishalmay turibmiz. U opa ham videoyingiz chiqishini kutib turibdi. Hozir telefon ham qilyapti aka. Obunachingiz Ha, bu savdosi ham bo'lyapti. Mol olib baraka topgan odam savdo qilyapti. Avvalo nasib. Hali telefon Opa, so'radi, gapga kirar ekan, olavering. Xudo xolasa Opamni yaxshi xolamni. mol. Toshkentlik opamiz hozir savdo qilyapti uni. Men qarang. Olib mol olib baraka topgan. Xudo xolasa yana mol so'rayapti. Voy, mana uchishni qarang. Raketa, raketa tish. Buni qarang, endi kalla. Jonivordi, yoshligini qarang aka. Haqiqiy zo'ridan Tilla aka. Ya gapga kirar ekanmi? Ayollar olsin. Keyin Mazza qilsin. yuvoshligi ham zo'r. Barbos nima deya barbos. So'rayapti, qanaqa deb. Mana bolasi. Xudo xolasa dumda qarang. 3,5 ekan bola. Sirojdan nechi pul? Arzon. Qancha? Udar qilib. Aka, Ash xolam uchun bugun. 40 million, 42 million aytilyapti. Bozorda ham, YouTube'da ham aka. 37,5 million kami bor. Bor baraka. Hali bo'ldi endi Tilla aka. Bo'lar ekan, ey. Arzon deyildimi? Arzon deyildi. Shuncha bo'lish kerak. Boshidan oxirigacha bo'lsin, arzon aka. Bugun bo'lsa, boshdan oxirigacha bo'lsa, men qarang, bolani ham, onani ham qarang, turuvlar. Bolani ham qarang, qulog'i ding turibdi aka. Hayt qulog'ingizdan siz. Ertalabda turaman, nahori nashta degan joylariga. Hay, конечно. O'ziga babishki vos qiladi, molni qarang Tilla aka. Yondirsa ham, kuydirsa ham shved kuydirsin deydi-ku, qarang. Vaqt joning sog' bo'lgur. 3 aradan so'raganlarga mana sog'lommi qaytdi. Tilla o'zida bo'ladi sog'lomlar xudo xolasa aka. Kerak bo'lsa bo'g'ozini bermayapti. Mashmolli yaqin bo'g'ozini 35 millionga hech qayerda bermaydi Tilla aka. Bu 35 milliondan mashmolli yaqin bo'g'ozi bo'lsa biz xaridormiz mana aka. Mana shunaqa holat bo'lsa aka. Gap yo'q. Udor ekan. Kechki bo'g'ozligida kelgani uchun aka, xudo xolasa yo'lida aytilyapti aka. Hamma yo'g'i zo'r. Qora shahzodasidan bo'lsin degan ukalarimizga, bola avlik yo'lidan, xonajinligidan, qonida xudo xolasa 4,5 oyda to'ldirib, 5-oyga o'tayotganidan, kassa bobidan so'raganlar uchun bormidi zo'rini olaman degan ukalarim, musofirdagilar uchun albatta mashinasi. Yonidagi ham, qonnidagi ham urug'idan olaman degani bormi Tilla aka mana aka? Bolani xolasa, bolani o'zi palon pulli bo'ladi, xudo xolasa aka. Buni novoslari 1 tonnani ustida yuribdi hozir. Aka, xudo xolasa
hademay bu ham sigir bo'ladi Tillo aka. Qarang. Keyin bu narsasi zo'r ekan Tillo aka. Yilda qochib yilda bola berar ekan. Ona. Ha, ona aka. Qirqini, ha, kichkina chillasini ichida ham qochar ekan Tillo aka. Akalar kichkina ko'rib yormanglar. Meni o'zi bo'yim 1.90. Meni ko'rganlar juda ham ko'p obunachilar ichida ham shu yelka kengligida olib boraman videoni. Unaqa qilib mana yotib olsangiz mana bundan ko'rinadi, o'tirib olsangiz. Mana bir xilda molni to'g'risidan. Molni bo'yidan bir qarich baland olinyapti. Molni bo'yidan bir qarich balandda olinadi. Meni qo'lim bir qarich balandda turadi. Xudo xolasa ikkinchi tug'ishi yoshi mol aka. Voy bolani qarang. Meni o'zi obunachilarim ham ko'p kelib molni kichkina ko'rsatib qo'yibsizlar, mol katta ekan. Aka olib borsa ham xud tashnadi deyapti. Telefonda kichkina ko'rdik molni deb aytayapti. U yotib olib olish kerak yo'q. Yosh mol qop-qora aka. Qarang, yelillari deydimi, ko'rpisi deydimi, hamma yo'g'i zo'r Tillo aka. Men mana shu qora mollarga shuna ishqim qoladi-da, qarang. Hamma yo'g'i qop-qora bo'ladi-da. Yelini bo'ladi aka, qarang. Bu ham Xudoni biridan mo'jizasi. Bitta mo'jizadir endi bu ham. Lekin mana buni bor, korobkasi. 5 ketdi mana shu korobkaga. Endi hozir aka ham qonida bolani boqyapti, ham yonida bolani boqyapti, ham bir paqir sut beryapti aka bu mol. Har tomondan. Har tomonlama ishlayapti-da. Jicha sutdan chiqqandan keyin 1-2 oy dam bersa aka, mol ham ya udarolar. Jicha semirgandan keyin hazil mol bo'lmaydi aka, xudo xolasa. Haqiqiy uyim, joyim, bola chaqam deydi yonidan. Haqiqiy dehqonni boy qiladi yonidan Tillo aka. To'ppa-to'g'ri, dehqonni boy qiladigan, qonida ham, yonida ham. Suti ham bor, qarang. Har tomondan. Uchala tomondan gumon emas. Aka, to'g'ridan. Qarang. 2 oylik emasda 5 oylik aka. 4 Ali, oyda yana tug'ib qonida gumon deb o'ylanganimiz yo'q mana. O'zi ashi xud tashnab bo'lmasin deb egasini ham gapiga ishonmasdan aka, o'zi apparatni olib kelib teshittirib qo'ydim aka. Unisidan muammo hijolatchiligi yo'q. Ishonmagan odam olib borganda ham teshittirib ko'rib olaveradi Tillo aka. O'ziga nima qo'ldan farqi yo'q, chiqaveradi Tillo aka. Qani, bo'ziga ham sog'lom, bunaqali mijiq bo'zi emas, keyin urug' aka. Ikkalasi ham chiroyli ekan bo'ladi. Hamma yo'g'i zo'r Tillo aka, xudo xolasa. Qani. bir tonnali novvoslar yenasi bo'ladi. Ha, bo'ladi, Xudo bo'ladi. xolasa aka. Shunaqa bo'lyapti yozma. Molni ham qarang, chehralar qarang. Yoshidan aka. Bunaqali qari bas aka. Hamma yo'g'i zo'r Tillo aka. Xotirjam. Xotirjam olib borib siz sut qonida, siz qonida, yonida siz. Hamma yo'g'i zo'r. Moldan bir ayb nuqson bo'lsa bizniki Tillo aka. Bolani qarang uchishini. Hozir Kuzga borib tayyor, men misol uchun-da endi hammada sharoit har xil. Olgan odam ham ertaga buni tug'dirib kuzga borib buni qo'yib qo'ysa ham tayyor. Xolasangiz bu onasini sotib olasiz, xolasangiz bolasini sotib olasiz. Misol uchun qanaqadir ish kerak bo'lsa, nimadir qilish kerak. ketdi mana Tillo aka. O'ng qarang. Voy. Ya ulgi bo'lmadi unga video olgan, o'ng qarang. Yomon ekan. 3.5 aka. Hamma yo'g'i zo'r Tillo aka. Sirojdan nechta pul aytamiz buni? 3 boshlaydi. Narxi arzon aka. Qonidagini qo'shmay aytamizmi? Yonidagini ham qo'shmay aytib beraman hozir aka. 36,5 million kam bor aka. Aka, xudo xolasa. O'g'illab kelganim yo'q aka. Menga obunachilar telefon qilib, Tillo deydi-da, akalar shashliklar, mana shu joyini boshiga qo'yaman. Narxlar bugun bomba bo'lyapti. Iloji bo'lsa menga shuna vizi ko'p bo'ladi-da, Sirojni. Tillo shu siz videoyingizni oxirigacha ko'rib, telefon qilsangiz sotildi deyapti. Endi aka, nasib bu. Endi men yomg'irda yo'q narsani qo'ymasa kerak. Arzon qo'yildimi yo qo'yilmadi? Mana o'zingiz hozir video olib keldingiz bozorda aka. Ana bozorga videosiga qarab solishtirib pul berishaveradi aka. 36,5. 36,5 million butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ham ichida g'ich-bich kami bor. Yaxshi manaqa ko'nglini olib gapiradigan obunachilar bo'lsa 36 kam bor. Bor aka, ha? Nima dedingiz? Bor aka sotdim Tillo aka. Mana qarang akalar, yonida qornida suti bor. Nima deyapti akalar? Narxlar qarang, shok qisqa deydi-yu hali. Qanaqalarda? 12 ta viloyatga solishtirib olaveradi narxini aka. Ozarbayjonga ham solishtiring buni bor, Ozarbayjonga. Mana narxi. 36 million. Hayy. Dehqonni uyiga kirsangiz ham 40 milliondan qaytyapti aka. Maza qiladigan ob-havo bo'lyapti. Xudo xolasa 36 millionga ketdi butun O'zbekiston bo'ylab. Savob beraveramizmi? Savob ko'rsatib beramiz. Deganda ham xudo xolasa egizchilarimizdan boshlaymiz akalar. Ikki tomondan yedirib, siraz e'tiborlarga sog'ib beramiz bitta-bitta.
Xolasa ikkinchida chiqqan shvetimizdan boshlandi. Ikkovini ham jup yeydirib, jup sog'ib ko'rsatamiz. Bolalar bayram. Bolalar bayram. Hurmatli obunachilar, 13 taligini so'raganlarga xudo xolisa, oqquloq tumshu oq yelimdan, shvetidan. Bu tomonda xudo xolisa egizdan so'raganlarga. Mana bu qarang. Voy. Ikkita bolasi buqa bo'lsin. Soqqaningizdan mazaq qilsin cho'volari degan kukalarimizga. Mana bu qarang, voy joning sog' bo'lgur. Boshlandi. Mana unisi oyog'ini ochib berib turadi soqqangiz akalar. Mana qarang. Mana bu oyoq bir xilgi mollarda o'kka boradi, bu peshanaga tepgan. Bunda yo'q mana. Bag'ir chaqib yuborsiz ham ish yo'q. Xotirjam boshlandi. Sirojiddin bo'ldimi? Xudo xolasa aka, birinchi paqiri bo'ldi mana aka. Ha, birinchi paqiri. Hozir mana quyib ko'rsatib beramiz sizlar aka. Qarang. Sutlarini aka. Havaskada boru hali ichgan sari ichkisi kelaveradi xudo aka. Rangda. Qarang. Birinchi paqiri Xudo shvetimiz. xolasa aka mana. Hozir Bo'ldingizmi siz ham? Ko'rsatib beradi aka. Ha, yetadi. Mana 4 yilida ham sut bor aka mana. Yana bir paqir beraveradi. Bolalariga aka. Ha, bolalar. Bolalar ikkita. Ana ular qarg'ab olmasingiz bilaman. Ketdik, ikkinchida endi davommi, uchinchidagini yeydirib ko'rsatamiz. Xudo xolasa shvetimizni ikkinchi paqirlari boshlandi, aziz obunachilar. Bir paqirini to'kdikda, ikkinchi paqirlari boshlandi. Bu tomonda uchinchida chiqqan sigirimiz. Molimiz ayol kishi baqqal aka. Aha. Bir xil sharoitga o'rgatib qo'ygan ekan, bir joyda turgan bola aka. Bu arg'amchini yengilmaydiga qilib qo'yib qo'yapti aka mana. Oyog'iga. Ha, mana keyin qilib mana unaqa kishi o'lamaydi aka. Keyin qilib mana qilib arg'amchini qo'yib qo'yayotgan bo'ldi aka. Prosta 8. Prosta 8 mana aka. Yelka kengligida. Bir qarish tosh Hay, mana. 3 sm aka. Mana o'rgatib qo'ygan aka. Nasıl rozi? Bitta nima qasini olib qo'ying-da mana. Shovasi qanaqa deb so'rayapti o'zi. Mana ayollar uchun chap qo'lda sog'ib ko'rsatyapti. Ushasiz tushar ekan. Shovani qarang, shovasi zo'r ekan lekin. O'shaning uchun gapirmagandim shovot zo'rligini. Mana qarang, sog'ilishni go'zal. Ko'shanib turaveradi bu tomon. Uch boshligidan so'raganlar uchun xudo xolasa, aziz obunachilar. Qonida ham, yonida ham, suti ham. Mana. Qayga ham kirib sog'iladi aka. Prosta 8 ga tushib qolsa bo'ldi. Ayol kishi shunaqaga o'rgatib qo'ygan aka. Qarang mana qancha qaydan aka moldi. Umuman sut ketmaydi mana aka. Mana. Xotirjam. Mana turuvlar. Aziz obunachilar, qanday boshlangan bo'lsa shunday. Bemalol ko'shani xotirjam. Yelilar o'ta yumshoq, havasga sog'ib maza qiladigan aka. Hali qo'lam charchamaydi. Mana qarang, ko'sh qaytarib turibdi. Molni ishi ham, xushi ham bo'lgani yo'q aka. Aka, obunachilaringiz videoni boshini ko'rsin. Ayol qayerda turgan bo'lsa, shu yerda turibdi aka. Videoni oxirida ham bitta ko'rib qo'ying. Bu avvalo ayib emas aka. O'zi kitobida shunaqa qilib sog'ish kerak, tilla aka. Xudo xolasa yuvoshligi, tanajoni, sog'lomligi zo'r. Oyog'ini e'tiborga olib qo'ysiz aka. Qo'ygan joyida shunday turadi aka. Aziz obunachilar, xudo xolasa 3-da chiqqan sigirimiz ham inshaalloh sog'lib bo'lindi akalar. Mana e'tiborga olib qo'yinglar, oyog'i qanday boshlangan bo'lsa shunday turibdi mana. Aka, videoni paqir qo'yganimdan boshlab shunday turibdi aka. Bir qator ko'rishib olaveradi aka. Mana aka. Xotirjam bo'lsa shuna bo'ladi endi. Xudo xolasa sutini ham qarang. Havaskada boru. O'zi bolasidan bilib olsa Bola bo'ladi, qanaqaligini aka. Sirojiddin joyingiz sog' bo'lsin. Like'lar bosib, zo'r kommentariyalar yozishaversin aka. Ana YouTube kanalimiz nima edi? Qo'rg'onchi uz aka. Qo'rg'onchi uz qo'yishadi. Qo'rg'onchi uzga kirib obuna bo'lib qo'yasiz akalar. Mashmonlarni tuqqani, yo'lda tushgan hamma videosini xudo Hamma xolasa video joylangan. Xudo xolasa.